hojatxonadan chiqmagan, ona xavotirlanganda borsa qizi sudurga beryapti yerda. Ona uni ko'rgan, top bet ona ham yiqilganda. Bu ikkalasiga o'zi bitta odam kerak. Uyda kimdir bormi? Sam yo'q. Tashab ketganlar xo'jayinim kasal bo'lganidan keyin. Mana o'sha kuni men shunday qolganman. Bunga hozir kimdir yordam bermas. Kim yordam beradi buni hayvon? Bugungi kunda qandli diabet kasalligi tez rivojlanib, tez ko'payib ketyapti. Buni sabablari nimada? Ko'proq qorilarda, imom xatiblar nimalarimizda, domlalarimizda ko'pida aksariyatida diabet bo'ladi. Qadimgi insonlarda bo'lgan kasallik oldin bitta kasal bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 3 ta 4 ta kasal, 5 ta kasal. Kasal erkak kimga kerak bu kerak? Insult bo'lgan erkakni, masalan, infarkt bo'lgan erkakni bugun yuvar orqasini ayoli erta yuvar, bir kun joniga tegadi. Ko'rmoq bor, yemoq yo'q degan maqolimiz bor. O'sha qandli diabet insonlarda shu narsa kuzatiladi. Qattiq gapirilganda o'lasan. Agar shu ketishda ketsa, ko'zing ketyapti, oyoq ketdi, invalidsan, xotin yurib ketadi. Ayol kishi oladigan bo'lsa, agar 80 kilodan oshsa, masalan, vazni u уже 50-50 qandli diabetga moyillik bo'ladi. Tasavvur qiling, 150 kilo kalabuk dumaloq bo'g'irsoq odam lo'killa yuguribdi. Dumalar bilan tushgan, tizalari shilingan. Rosa qiyin bo'lgan. Ishoning, shu odam bitta odam bor, shu Bektemir turadi. Insulindan tushirishgan, doriga o'tkazishgan. Doridan tushirib. Assalomu alaykum. Podkastimizni bugun navbatdagi soni. Bugun mehmonlarimiz bor. 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali shifokor Nodir Tohirovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va bizni navbatdagi mehmonimiz tibbiyot tabobat yo'nalishi bo'yicha mutaxassis va shu yo'nalishda ko'p yillar davomida samarali faoliyat olib borayotgan Sobir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Xo'p, bugungi mavzuyimiz qandli diabet masalasini ko'rib chiqmoqchi edik. Srazi savolga o'tib ketiraman. Birinchi bo'lib savolni Nodir aka sizga bersam. Ma'qul. Bugungi kunda qandli diabet kasalligi tez rivojlanib, tez ko'payib ketyapti. Buni sabablari nimada? Buni sabablariga keladigan bo'lsak, albatta birinchi navbatda tibbiyotning rivojlanishi. Tibbiyot rivojlangan sari men oldinlari birorta belgilar paydo bo'lgandan keyin ular poliklinikaga murojaat qilib, keyin o'tib topshirib, bir kun 2 kundan keyin javoblari chiqib, vaqt ketardi. Va u uzoq muddatlarni olib borardi. Hozirgi kunda shifokorlarimiz agar qandli diabetga shu insonda qanaqadir moyillikni ko'rsa yo belgilarni ko'rishadigan bo'lsa, darhol tekshiruvni o'tkazib, o'sha joyning o'zida javobini Olishyapti. Bu birinchi sababchisi. Ikkinchi sababchisi xalqimizni o'zini ongli ravishda tibbiy madaniyati oshib bordi. Va o'zlarida qanaqadir belgilarni paydo bo'lishi kuzatish boshlasa, darhol shifokorga murojaat qilib aniqlashmoqda. Bu ikkinchi sababchisi. Yana keyingi sabablardan bittasi, ko'pchilik avlodida agar qandli diabetga moyillik bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, dodamda bor edi, mana endi buvimda bor edi, men ota-onamda bo'ldi, mana bunda bo'ldi. Menda ham bo'lishi mumkin deb o'zligi oldindan borib tekshirtirib, vaqtliroq aniqlashlarning imkoni bo'lib qoldi. Bu keyingi sabablardan bittasi. Yana bitta sabablar ko'p juda. Yana bitta sabablardan bittasi hozirgi kundagi turmush tarzimizni o'zgarishi. Biza oldingi ota-bobolarimiz qilgan ko'plab mehnatlarni, jismoniy mehnatlarni nisbatan kamroq qilamiz. Bu birinchisi bo'lsa, keyin yeyishimizda ham ancha o'zgarish yuz bergan, albatta. Biza yuqori sifatli bo'lgan ozuqalarga o'tib ketib qoldik va yuqori sifat deganimizda bu uglevodlar masalasida aytmoqchiman, chunki u aslini olganda, tabiiy nuqtai nazardan olganda bu yuqori sifatli hisoblanmaydi. Lekin biz yuqori uglevod tarkibiga ega bo'lgan ozuqalarga o'tib ketganligimiz sababli va ularni ko'p iste'mol qilgan sababli bu ham o'z yo'licha shunaqa sabablarni. Bu endi aytmoqchi bo'lgan gapingiz shunda oldin ham bo'lgan. Ya'ni qandli diabet kasalligi bilan kasallanadigan insonlar ko'p bo'lgan, lekin o'zi bilmagan holatda o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yetarlicha e'tibor berishmagan. Aytaylik, masalan, oldingi asrni 50-yillar, 60-yillar, 70-yillarni olagan bo'lsak, u paytda qandli diabet haqida ko'pchilik insonlarning umuman ma'lumoti ham bo'lmagan. Hozirgi kunga kelib, mana biz ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi
ma'lumotlarni tez olishi va uni tez etiklik o'rganib chiqishning imkoniyatli bo'lganligi uchun insonlarimiz tezda o'zida shu belgilarni ko'rgan zahoti murojaat qilib aniqlab uni oldini olishga harakat qilishyapti. Endi o'sha Nodir aka ruxsat bersangiz, qandli diabet ko'payishi boya aytganingizdek aholini turmush tarzini o'zgarishida, bu yerda masalan yoshlik paytimda eslayman, dadam rahmatli aytardilar. Palon joyda palonchi sahri bo'lib qolibdi. Shunaqa uzoq katta diametr yetishardi. Hozir bitta mahallani o'zida yoki bitta podyezdni o'zida 5 ta 10 talab odamda diabet bor. Sabablari Nodir aka aytganlaridek, birinchi gipodinamiya, odamlarda harakat kamayib ketgan. Oldilari peshkom ko'p yurilardi. Siz ham eslasangiz, hozir har bitta hatto qishloq joylarda ham mahallani boshidan katta yo'lgacha taksi yoki Damas yoki nimada transportlar bor. Hamma joyga transport bor, odamlarni tagida mashina ko'paydi. Bu birinchisi gipodinamiya. Ikkinchisi boya aytganlaridek uglevodlar. Uglevod deganda hozir endi qisqacha aytib ketamiz odamlar uchun tushunarli bo'lishi uchun. Uglevodlar ikki xil bo'ladi. Murakkab va oddiy. Oddiy uglevodlarga nima kiradi? Non, xamir ovqatlar, kartoshka, guruch, demak shirinliklar, har qanaqangi shirinliklar, pishirg'lar va hokazo. Mana bular oddiy uglevodga kiradi. O'zbek xalqi, umuman SNG xalqini orasida oddiy uglevodli ovqatlarni yeyish keng tarqalgan. Bu masalan osh yeymiz, oshni non bilan yeydiganlar bor, ertalab murabbo bilan choy ichadiganlar bor. Hammasi bu qondagi insulinni, glyukozani qanti ko'tarilishiga va hokazo hammasi diabetga moyillikni oshiradi. Eng katta faktor demak ovqatlanishi noto'g'riligi, gipodinamiya harakatda yetishmasligi, stress bu ham katta bitta faktorlarga kiradi. Oldinlari stress kam bo'lardi. Odamlarda bilmadim qanaqadir tushkunlikka yoki biron bir muammoga tushsa bir e'tiqodi yaxshi bo'lgani uchun yengilroq qarashadi. Hozir sal bu narsaga depressiya holatiga tushib qolish yoki va hokazo biron narsasini yo'qotib qo'ysa ham, masalan, kimdir imorat yonib ketdi. Ertasi kuni o'sha odam oilasida kimdir sahri bo'lib qoldi-da, siqilishdan oqibatda. Ertaga uni mahallani o'zi ham boshidan sekin-sekin qurib berishi ham mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa aholini orasida makro, mikro nutrientlarni yetishmasligi. Masalan, oxirgi statistika ma'lumotlari vitamin D ni kuchli tanqisligi, yetishmovchiligi diabetga moyillikni bir necha barobar oshirar ekan. Sink yetishmasligi, kalsiy yetishmasligi, boshqa makro mikro elementlarni yer o'zida yo'q. Yerda bo'lmagandan keyin meva sabzavotda yo'q. Aholini orasida bu narsalar yetishmovchilik katta. Bu ham diabetga bo'lgan moyillikni oshirib boraveradi. Yana bitta katta sabablardan bittasi diabetda ko'p uchrashi. Hozirgi kunda ayniqsa Toshkent shahrida, megapolislarda odat bo'lib qolgan odamlarni kechqurun shu 12-11 larda shirinliklar bilan choy ichish. Bir kun Nodir aka, men Safiyan to'g'risida turgan ekanman. 11 ga yaqin. Odamlar shirinlik olib chiqishyapti. Aytdimmi, o'tmadimmi? O'tgan safar shu haqida gaplashganimizda, "Voy, bugun bayrammi qanaqadir?" deyman. "Yo'q, bayram emas." "Bu biron bir anaqa kunmi ertingda, qanaqadir nishonli degan kunmi?" "Yo'q." "Shunchalar nimaga o'chirib bu yerda kechasi yopilishiga qarab odamlar kirib chiqish etsam, voy, hozir hamma mana shunaqa Trend bo'lgan-ku hozir, to'g'rimi? kechqurun Safiyadan kirib, men Safiyani yomonlamoqchi emasman. Mayli kerakdir bunda, lekin odatga aylanib qolgan mana shu odatda o'zi ham o'sha oilalarda sekin-sekin shirinlikka bo'lgan ehtiyojni oshirishi, diabetga moyillikni oshirishiga ham olib keladi. Mana shu sabablar ham bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi bir dori vositalarini noto'g'ri ichish, palaparti ichish ham bu ham sabab bo'lishi mumkin. Endi sabablarga kirsak, o'zi 100 tadan oshsa kerak. Asosiylari Shu anaqada savol bo'lib, bittasi aytib ketay. Hozir juda ham yaxshi gap gapirdilar. Men hol e'tiborga olmagan ekanman, lekin mana shu oxirgi pandemiya paytida, koronavirus paytida o'sha koronavirus o'zi ham qaysidir insonlarda, значит, bundan chiqdi, oldingi holatlarni ham oladigan bo'lsak, qaysidir kasalliklar, virusli kasalliklar yo bo'lmasa shunga o'xshagan qani balkim bakterial infeksiyalar ham endi bu tekshiruvlar ko'rsatadi. Bu ham qandli diabetga olib kelishi mumkin degan nima ham bordi, xulosa ham bor. Chunki bu narsani biz kuzatdik. Masalan, o'sha 20-yil, 21-yillarda koronavirus juda avj olgan bo'lsa, o'sha paytda keyin buyog'iga qandli diabetni bo'lish, kasallanish darajasi ancha ko'paydi. ko'rsatkich keskin oshdi. Mana shu mana hozir shuni yaxshi ta'kidlab ketdilar. Juda nima e'tibor berish kerak shunga. O'rinli juda ham. hozir savol bo'lib qoldi. Shirinlik haqida gapirilyapti. Timiy orada shirinlik. Bu shirinlik yegan odam
kasal bo'lib qoladi shuni qandli diabet bilan degan shunaqa fikr bormi o'zi? Yo bu xalqi gapimi? Endi bo'lmasa men birinchi aytay, agar biror narsa bo'lsa yana Sobir akam to'ldirarlar. Chunki nimalardir esdan chiqib qolishi mumkin-da. Xo'p, shirinlik masalasida mana hozir anaqa murakkab va oddiy uglevodlar haqida gapirdilar. Xalqimizni masalan boya aytdik, qanaqadir genetik moyillik bo'lishi mumkin insonda. Avlodda genetik moyil bo'lishi mumkin qandli diabetga. Lekin shunday oilalar borki, masalan qandli diabet 50 yoshda chiqib qoldi. Shunday oilalar borki 80-90 yoshdan keyin qandli diabet chiqyapti. Xo'p, buni sababi nimada desa, boyagi turmush tarzi. Gipodinamiya bir, lekin boyagi agar oilaviy faqat shirinlik yeydigan oila bo'ladigan bo'lsa, masalan shunaqa narsalar, meva nimalarimiz, poliz mahsulotlarimiz bor. Ularga e'tibor berishmaydi oziqlanishda. Faqat shirinlik bilan, masalan unli mahsulotlar, shirinlik, masalan pishiriqlarimiz. Hamma yaxshi ko'radi, yeb qo'yaveradi. Va oqibatda agar shu narsani muntazam yeb boradigan bo'lsa, albatta u keyingi oqibatlarida moyillik bo'ladigan bo'lsa, tezda qandli diabet. Shunda nima holat ham bo'lishi mumkin, hech qanaqa moyillik yo'q. Lekin qandli diabet chiqib turibdi. Nimaga? Oziqlanish tartibi juda ham noto'g'ri. Mana shu narsa, bu savol xalqimiz orasidan kelgan bu savol, shirinlik ko'p yeganda qandli diabet bo'lib qolishi mumkin. Albatta, ehtimol juda ham yuqori. O'shaning uchun boyagi umuman shu insonlar kimda qaysidir insonlarda agar moyillik bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa uni kamaytirish kerakmi, umuman voz kechish kerakmi? Endi voz kechish juda qiyin, chunki turmush tarziga kirib bo'ldi. Bundan tashqari yana agressiv reklamalar degan narsa bor. Hozir televizorlarni yoqadigan bo'lsak, yo bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p reklamalar keladiki, mana pishirig'i yeng yoki bo'lmasa mana ichimlikni iching yoki va bular hammasining tarkibida agar shirin bo'lmasa, odamlar olmaydi uni. O'shaning uchun hammasiga iloji yo'q shirin qo'shyapti va u boyaga aytganimizdek glikemik ko'rsatkichlarda o'zgartirish va oqibatda qandli diabetgacha olib kelib qolish ehtimoli yuqoriroq. Keyin yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Qandli diabetga olib keladigan sabablardan bittasida. Endi hozir mana shu sizni qoningiz to'qmi, hozir ochmi? Masalan, To'q. Menda ham to'qda. Agar hozir shu bitta shirinlik qo'yib qo'ysa, Yeymiz? qoshiq bilan qo'ysa biz yeymiz-da, yegimiz keladi. Nimaga? Birinchidan razi chiroyli qilishyapti. Shunaqa chiroyli ishlashadi, uni Yemasdan iloji yo'q. sloylarigacha bir rang-barang qilib, boshqacha qilib, ustiga anu mevalarni qo'yib, o'tda biz qarshi emasmiz shirinlikka, lekin me'yor muhim. Qachon yeyish kerakligi, nimadan keyin yeyish yoki nimadan oldin yeyish kerakligi muhimda. Shirinlikni aslida bu tananing ehtiyoji emas katta miqdordagi. Bu nafsimizning xohishida. Masalan, mana savol tug'iladi-da menda Nodir aka, masalan, ro'za tutyapmiz. Ro'zada arab xalqiga aytilgan, endi o'sha yerdan tarqalgan u arab bechorani cho'ldagi arabni tupiga yopishib qolgan og'ziga. Chaqaganda ro'zada. Suv turibdi ochish uchun, xurmo turibdi. Aytyaptiki, ikkalasi tursa xurmo bilan ochgin deyilyapti. Afzal. Men o'ylayman, menga hozir meni ehtiyojim suvga ko'proq, tupigim yopishib qolyapti og'zim. Kalimaga bormayapti. Masalanda endi, lekin xurmo bilan ochgani afzal deyilyapti. Savol, men endi o'zimni gipotezamni aytganda, masalan, bir yilda bir marta oshqozon, umuman hazm tizimi bir yilda bir marta o'tibga chiqadi. Dam oladi. Endi oshqozon shirinlikni yaxshi ko'radi. Oshqozon osti bezi ham shirinlikni yaxshi ko'radi. Jigar ham shirinlikni yaxshi ko'rar ekanda. Qarang. Endi ularning mukofoti o'laroq xurmo bilan yeyilganda birinchidan mana ba'zilarda eshitgan bo'lsangiz, Nodir aka, Coviddan keyin tan bilishim, hid bilishim buzildigan odamlar ro'za tutgandan keyin tan bilish, hid bilish qaytgan. Eshitgan bo'lsangiz, mana xurmo bilan og'iz ochganda mamitdagi so'lik bezlaridagi bitta tozalanish bo'ladimi, men bilmayman, ishlamayotgan anu toksinlarni, shlaklarni bitta обработка qilib tozalab yuboradimi? Boshqacha shuni, sirazi miyaga glukoza boradi, miya xursand, maza qiladi. O'sha euforiya holati bo'ladi. Jigar sirazm o'sha mosoriqo tomirlar deyilar ekan, tabobatda tortadi o'ziga jigar shirinlikni. Chunki o'zini ishini faoliyatini ko'rsatish kerak-da. Shu bilan organizmda qayta qurish, yosharish, sog'ayish jarayoni ketsa kerak. Biz aytmoqchi emasmiz, masalan, shirinlikni ovqatdan qarang. Mana shu bitta savol tug'iladi yana. Nega xurmoni, masalan, shirinlikni ovqatdan keyin buyurilmagan? Og'zingni suv bilan ochganda oxirida shirinlik yeb qo'y, xurmo yegin deyilmaganda. Biz hozir shunaqa qilamiz-ku. Biz
Ovqatlarni yeb bo'lib, keyin desert yeymiz. O'sha xato, o'sha shirinlik ovqatdan oldin yeyilgani yaxshiroq. Ba'zilar aytishadi, hisob aka shirinlik yesam ishtaham bo'g'iladi-yu. Ro'za tutishdan maqsadingiz nima edi deyman. Ishtahani ochib bo'kib yeyishmidi deyman. To'g'risi, ishtahani sal tiyib, kamroq anaqa qilish. O'sha nuqtai nazardan masalan diabetlarga men aytaman-da, shirinlik mumkinmi deysa, okey, mumkin. Faqat me'yorda. Masalan, banan mumkinmi? Nimaga bugun navarangiz tug'ilgan kuni deyman. Siz banan olib kelishdi, mevalarni artib qo'yishdi. Xursandchilik qilib bitta unisidan bunisidan yemasangiz, siz mikrostress olasizmi deyman. Kortizolingiz oshadimi deyman. Bo'ldi, insuliningiz qachon bevoradi. Nima farqi bor deyman. Qancha oshib ketaveradi deyman. 2-3 ta xursandchilik uchun yeyish mumkin me'yorda. Yoki qaysidir joyda bugun masalan hayit bo'ldi yoki qanaqadir to'ydir, boshqadir marosimdir. Navarangiz yoki yaqinlaringiz tug'ilgan kunidir. 2 ta qoshiq, bitta qoshiq shirinlik yeyish mumkin, qatlikda yashash kerak-ku ham. Yashash kerak, ha. Qoshiq gapiraverishadi, bular bu mumkin emas. Qanaqa qilsan? O'sha odamga aytaman, o'sha diabetni hayoti bilan yashab ko'ring oldin. Biz qilib ko'rdik, men sizga aytib beraman universitetda bo'lsa. Men o'sha professor rossiyskiy mutaxassis ularda o'qiganimizda onlayn yeyotgan chotganimiz hammasini dumaloq video chiqib tashlab boramiz. Umuman uglevodlarni olib tashlaganmiz, hammasi oddiy uglevodlarni, shirinlik, guruch va hokazo, perlovka, grechka ham mumkin emas degan. Yemaysanlar degan. Sallarni nima? Sallarga yo'q, qiyin bo'lyapti. Bir xilda kafelarga kirib telefonda mana bunaqa dumaloq video olish noqulay bo'lyapti. Unisi taniydi. Vaqt ko'rmaganman men odam. Mana shu narsani qilmay qo'yaylik desam, yo'q, menga kerak emas. 1000 ta odam, 2 ta odam bo'lsa ham menga amal qiladigan kerak. Gruppadan chiqarib yuboraman deyapti. Belgisi kelmayapti ilmini. Voy dedim, Mohir opay, mana shunaqa desam, sabr qiling, chidang. Bo'lmasa o'rgatmaydi bu odam, chiqarib yuboradi. Jo'ski odam, yosh katta qari odam-da. Oke, bizani Nodir aka o'sha diabetni og'ir holatidagi pitanasi bilan yashattirdi. Men o'tgan safar tushlarimga nima kirib chiqdi bilasizmi? Nimalarni yegim kelganman. Tushimga osh kirib chiqdi-da. Qachon chiqaman? Qachon tez chiqaman? Osh kiryapti-da tushimga. Yog'lari bilan, no'xatlari bilan, go'shtlari bilan chiqaman, osh yeyman. Chiqaman, osh yeyman. 5 qozonga bordim. O'sha 1 oylik anaqa o'tgandan keyin, parhez o'tgandan keyin diabetni o'zi bo'lmaydi, okey? Polniy stress, jinni bo'lib qoldi. Nima yeyishni bilmaysiz-da. Nimaga diabetiklar parhez qila olmaydi? 80% parhez qila olmaydi. Ertalama bilan choy ichsa, murabbo bilan non pon yeb oldim, sariyopar. Obedda nima yeysiz? Ozgina osh qilgan, osh yedim. Kechqurun kelin shilpildoq qilgan ekan 5. Yozolar bizni quvontarmiz. Biz kuchli ovqat yeymiz deb qo'yishadi. Nima ovqat yeysiz desam, biz ko'proq 5 barmoq yeymiz. Yo, to'xtang. Keling, ochiqchasiga gaplashaylik deyman. Sizni 5 barmog'ingiz bilan kafedagi 5 barmoqning farqi bor. Kafedagi 5 barmoq bo'lsa, mayli qaysi joyda qisqacha исключение bo'lar. Kafedagi 5 barmoqlarda ustuli go'sht bo'ladi. Hozir qarata tertpashiydi. Uyda teskarisi bor. 102 kilo kirib kelsa bir haftaga yetadigan. 4-5 ta go'sht ko'rinadi. Qolgani xamir bo'ladi. Bu ko'tarib boradi qantingizni deyman. Sizga mumkin emas, bu kuchli ovqat kirmaydi. Ko'chaniki bo'lsa, mayli ozgina yeyishingiz mumkindir deyman. Ko'proq go'shtni yeysiz. Xullas 5 qozonga borib, ko'zim ochdi, Farruh aka, ko'zim och. O'zim borib suzdirib paylardan o'zi yeyolmayman, bayarlangan suzdirib qo'yganman. Paydan so'ng, no'xatlardan so'ng chiroyli qilib yog'lardan quyib yubordim. Qanaqa men o'sha yerda bir oy yashaganda sahrli hayotida tushundim-da, qanaqa stressda bo'lishini. Okey, joningiz tegib ketadi-da. Tarlikingiz oldingizga 100 ta grechka bilan toq etib qo'yib ketaversa, obedda ham yana o'sha ovqat bir haftacha deydi, bir oycha deydi, yashaymanmi, yo'qmi deydi. Boray deydi, keyin shartni boshlab. Men aytaman, 100% parhezmi deyman. Okey, 85%, 80% qilib bering deyman, bo'ldi deyman. 100% qilmang deyman. Orada boyaga tug'ilgan kunlarda unga unda. Ozgina. Lekin yeb qo'ydingizmi, yuring ko'proq. Mashq qiling. Mushaklaringizni ishlating, yoqing deyman ozgina. Shunaqa anaqa aytaman endi qanchalik. Xalq orasida ham yana bitta savol bor-da, endi bu diabet bo'lib kasallanib qoldi. Endi shu bilan umrbod yashaydimi endi yo buni qanaqadir qutulish yo'llari bormi o'zi asli? Hozir birinchi tip haqida gapiryapsizmi, ikkinchi tip, ikkita tip bor-da. Endi tibbiy nuqtai nazardan e'tibor beradigan bo'lsak, qandli diabetni birinchi tipi deydi. Asosan bolalarda uchraydi va u umrining oxirigacha shundaqligicha qoladi. Bu degani nima degani bir ma'lum bir sabablari ko'p. Bu tug'ma ham bo'lishi mumkin. Yo bu qanaqadir virusli infeksiyalar yoki bo'lmasa yana bir autoimmun kasalliklar bor. Nimagadir oshqozon osti beziga nisbatan organizm o'zida antitanachalar paydo bo'lib, o'shani oshqozon osti bezini quritib qo'yadi. Va oqibatda insulin ishlab chiqaradigan
hujayralar bor. Bizda Langergans orolchalari deydi tibbiy til bilan. Ana shu Langergans orolchalar negadir qurib qoladi. Bu asosan shu bolalarda kuzatiladi. Tug'magan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir muddatdan keyin orttirilgan bo'lishi mumkin, lekin bu bolalar bo'ladi. Va umuman oshqozon osti bezi hech qanaqa miqdorda insulin ishlab chiqarmaydi. Xo'p, insulin nima desa, ko'pchilik kuzatuvchilar aytishi mumkin, bilmasligi ham mumkin. Insulin oshqozon osti bezida ishlab chiqarilgan maxsus gormon va u qonga tushgan qandni, glyukoza deymiz yoki qandni o'sha to'qimalarga o'tkazib beradi. Mana shu ish bilan shug'ullanadigan gormon u. Shuni ishlab chiqarishi oshqozon osti bezida to'xtab qoladi. Bo'ldi. Bu birinchi tip. Endi ikkinchi tip qanaqa ekan desa, ikkinchi turi bu oldin ishlab chiqarilgan oshqozon osti bezi me'yorda ishlab turgan, doim ishlab borgan, ma'lum bir sabablarga ko'ra oziqlanish buzilishi, noto'g'ri juda ham ko'p ovqatlanish, sabab boy sanab o'tgan sabablarimiz. O'sha sabab orqali boyga insulinga yo aytaylik mana hujayra bo'lsa, insulin keladi, teggandan keyin eshik ochilgandan keyin boyga glyukozani ichkariga qarab o'tkazadi. Hujayraga. Shunaqa bo'ladiki, shu yerda kalti yopilib qoladi. Ishlamay qoladi. Boyga insulinni insulin chiqaveradi, to'g'rimi? Lekin miqdori yetarli, bir paytda ko'payib ham ketadi va u lekin eshikni ocha olmaydi. Eshik ochilmagandan keyin qonda qand aylanib ko'payib ketadi qand miqdori. Bu yerda oshib ketadi. Endi bu yerda ko'rmoq bor, yemoq yo'q degan maqolimiz bor. O'sha qandli diabet insonlarda shu narsa kuzatiladi. Hujayralar och, menga ovqat beringlar, glyukoza beringlar, yeyman deydi. Lekin qonda aylanib yurgan glyukoza ichkariga kirolmaydi. Nega? Eshik yopiq. Mana bu qandli diabetni ikkinchi tipi. Ishlab keyin ma'lum muddatdan keyin u ham oshqozon osti bezi ham charchaydi, to'xtaydi, ishlab chiqarish ancha asta-sekinlik bilan kamayib boradi va u ham insulinga уже moyil bo'lib qoladi shu inson. Endi nima qilamiz? Tashqaridan insulin kiritishga majburmiz. Bu o'sha bu ikkinchi tip bu. O'zi ikkita tip bor, to'g'rimi? Shu insulinga bog'liq bo'lgan, insulinga bog'liq bo'lmagan. Insulinga bog'liq bo'lmagan ikkinchi tipi ko'proq yosh katta odamlarda uchraydi. Ularda qanaqa boshlanadi desangiz, masalan, birinchi diabetga chalinayotgan odam yaxshigina semirib oladi. Bir yig'ib oladi 100 kilo, 150 kilo bo'lib bosib choyxona oshma-osh yaltirab boshida yuradi, keyin har bitta yegan ovqatda insulin chiqish kerak-da. Oshqozon osti bezi insulin chiqaradi. Nodir aka aytganlaridek, insonni tanasini masalan bitta anorga o'xshatsak, anor ichidagi donalari bu hujayralar. 100 trillionta hujayra bor-da bizda taxminan. Endi har bitta hujayraga insulin keladi, o'zi bilan qopda shakar olib keladi. Eshikni taqillatadi. Men oddiy qilib harakat qilaman tushuntirishga, taqillatadi. Och eshikni, men insulinman deydi, shakar olib keldim deydi. Eshik bundoq qarayda bo'ldi deydi, udastagini ko'rsatadi, ko'rsatadi, eshik olib kiradi. Shakarni bizani hujayralar energiya ishlab chiqarib tanamizga quvvat beradi va hokazo o'zining hayotiy faoliyatini ishlatadi. Endi insulinga sezuvchanlik yo'qoladi vaqt o'tib, noto'g'ri ovqatlanish, haligi guruchli ovqatlanish yoki xamir ovqatlanish, kartoshka, nonlarni ko'p yegandan keyin hujayraga kelyapti insulin, shakar olib keldi, eshikni taqillatadi, ochmaydi, tanimaydi. Keling mana bunaqa deylik, hujayra eshitmaydi, kar. Eshikni taqillatsa ham, zonini bo'lsa ham eshikni ochmaydi. Bu nima qiladi keyin? Shakar olib keldi-yu, shakar olib qonga to'kadi, boshqa nima qilsa. Qonda qand oshadi. Qonda qand oshgandan keyin sahr bo'layotgan odamning alomatlari. O'ylaydi, birinchi tez-tez hojatga chiqishni boshlaydi. Tez-tez hojatga chiqadi. Shamollatib qo'yinman shekilli deydi, urologga boradi. Urolog bilmaydi. Normalniy. Urolog o'zini o'qitilgani bo'yicha analizdan oladi, yoki shamollash bor ekan deydi, urolog lecheniyasini qilib qo'yishi ham mumkin ba'zi holatlarda. Lecheniyani qildi, cho'ti ozgina yaxshi, lekin o'tmadi. Keyin sekin sababsiz ozishni boshlaydi. Sababsiz o'zi tushunmaydi. Oyoqlarda sal jimirlashlar boshlanishi mumkin. Keyin tez-tez qonni ochadigan bo'lib qoladi. Chunki boya aytgandek oldin aytdilar, hujayra eshitmayapti-yu, shakar olib kelgandan keyin. Och eshitdi, quloqi kar bo'lib qolgan. Lekin bu och. 100 trillionta hujayrada miyaga signal boradi-da. Ochman, chanqadim, ochman. Sahr odam chele suv ichadi. Ko'rganman shunaqalarni. Litr suv ichadi, oziq uradi. Tapir yeydi, 2 soat, 3 soatdan keyin yana qaltirab ketib, qonni ochib ketaveradi. Borib bitta tekshirtirsa, aka, pishib qolibsiz. 18 bo'lib qolibdi sahr. Sizga qandli diabet diagnozi qo'yildi. Haligi odam shokka tushadi. Endi nima bo'ldi? Boshida o'sha tabletkalarga o'tiriladi. Parhezini qilsa, bu odam tabletka bilan yaxshi yashab ketishi mumkin. Parhez, harakat va hokazolar qilinsa. Agar qilmasa,
o'zini ustida ishlamasa, irodasi bo'lmasa, to'g'rimi Nodir aka? Bu odam hayot ha, sikli nojo'ya ta'sirlari bilan kasallanadi. Sahrni debet shunaqa bir ayyor kasallikki, nima desam ekan, qiladigan ishni o'zi qiladi-da, lekin aybi boshqalarga to'nkab tashlaydi. Diabet bo'lgan odam diabetdan o'lmaydi. U infarktdan o'ladi, insult bo'lib o'lishi mumkin. Ha? boshqa kasallik Yoki boshqa kasalliklardan o'ladi. Nimadan o'libdi desa, mana boshqa kasalliklar sanaladi-da, fonda diabet turadi, kulib. Oyoq ketadi, ko'z ketadi. Chunki mayda qon tomirlarini, ko'zga ketayotgan qon tomirlarini qondagi shakar zararlab tashlaydi. Ichki to'qimasini zararlaydi. Qon tomir egiluvchanligi, torayishi, qisqarishi buziladi. Nerv impulslarini o'tkazuvchanligi buziladi. Oyoqlar jimirlashlar, shilingan joylarni bitmasligi, yaralarni bitmasligi, uyquning buzilishi, xarakteri o'zgaradi, aras-chiroq bo'lib qolishadi. Erkaklarda ham masalan ayollardagi bor xarakterlar paydo bo'lib qoladi. Shunaqa. safa bo'ladigan bo'lib qolishadi. Ha, diabet xullas bitta yig'ib oldi. Polniki, o'shancha polniki bo'lib yurgan odamlar sal bitta qarab qo'yish kerak. Ayollarda 84 midi, Nodir aka uzr. Qorinni aylanasi 80 vesta olaylik. Ha. Ayol kishi oladigan bo'lsa, agar 80 kilodan oshsa, uje masalan vazni. U uje 50-50 qandli diabetga moyillik bo'ladi. 90 ga borsa uje 75 ga chiqadi. 100 dan oshganlarda vazni 100 kilodan oshgan bo'lsa, qandli diabetga moyillik uje oshib bo'ldi ancha. Erkaklar sal yuqoriroq 90 dan boshlanadi. 90, 100, 110 uje bilaveraylikki, qandli diabetga uje moyil. Shu insonlar. Tez jarayon tezlashib ketishi mumkin-da. O'sha men tushunaman, o'zbek xalqi nonni ham non bilan yeydi. Ha. U masalan 50 yil oldingi, 30 yil oldingi yeydigan nonimiz yo'q-da hozir. Kepakli, mag'zi toza nonlar yo'q. Qora nonni olib kirib kelishadi ba'zi anaqalar. Mana bu nonni yesak bo'ladimi deb ana magazindagi. Yo, buni ham har xili bor. Krasitel qo'shilgani bor. Kraskada u. Oddiy, yashang shu qora nonni, kepakli qora non o'zi qo'lingizni ushingiz og'ir ham bo'ladi. Bir burdasi to'yimli ham bo'ladi-da. Uni yani o'zi pishirib anaqa qilgani yetmaydi o'zi odamlarning o'zi. O'zi bilan qo'li. Endi bu insulin, ya'ni tashqaridan beramiz dedik-ku. Yani yetishmovchilikda. O'sha insulin zarurmi yo qaysi holatda kechiktirsa ham bo'ladi buni, insulinni? Xo'p. Endi buni kechiktirmasligini shifokor belgilaydi. Buni sababi bor-da. Mana tekshirdik. Bemorda qandli diabet aniqlandi. Diagnozini qo'ydik. Endi davolashimiz kerak. Endi birinchi tip bo'ladigan bo'lsa, u 100% insulinga o'tiradi. Tabiiy ravishda insulin yo'q. Chiqarish yo'q. Uni tashqaridan oddiyroq dorilarni berib oshqozon osti beziga baraka topib ko'r, ha, insulin ishlab chiqargan deb aytadigan bo'lgan taqdirimizda ham ishlab chiqara olmaydi. O'zi yo'q. Endi ikkinchi tipda boshlanish darajalarida albatta dori-darmonlar beriladi. Uni har xil guruhdagi dori-darmonlar bor. U dori-darmonlarni berish mumkin yoki bo'lmasa mana Sobir akaga o'xshagan nimalarimizga, tabiblarimizga murojaat qilishadi xalqimizda. O'sha mikronutrientlarga boy bo'lgan yoki bo'lmasa dorivor giyohlardan, har xil yo'nalishdagi dorivor giyohlar kombinatsiyasidan qandli diabetga moyil anaqalar nimalarni kombinatsiyalarni iste'mol qilish kerak. Ana shundan keyin boyga oshqozon osti bezi o'zi sekin ishlab chiqaradi. Endi bu yerda e'tibor beriladi boyga insulinni ishlab chiqarishni oshirish, uni sifatini oshirish va boyga gapni hujayralarni boyga taqlatganimizda taniydigan qilib qo'yish. Eshikni ochagan. Agar mana shu hammasi kombinatsiya qilinadigan bo'lsa, albatta ahvol yengillashadi. Dori-darmonlar bilan ham, dorivor o'tlar, giyohlar bilan ham mana shu maqsad nima? Bitta qandli diabetni kompleks davolash. Bir xil insonlar aytadiki, men deydi dori-darmonga o'tirib qolman. Nima qilsam bo'ladi? Ana o'shanda boyga o'zi e'tibor beramiz. Gipodinamiya yo'qoting, oziqlanishni to'g'rilang, dorivor giyohlardan iste'mol qiling, mikronutrientlar. Masalan, boyga mikroelementlarimiz bor edi. Magniy, sink, aytilgan marganiz, B guruh vitaminlar, xrom kerak, albatta xrom. Mana bir xil insonlar ishtahasi ochilib ketaveradi, o'zini tiya olmay qoladi. To'xtata olmaydi. Mana shu joyda xromga o'ta e'tibor berish kerak. Chunki xrom o'sha arzirmagan glyukoza bilan miyani to'yintirish markaziga shunchalik informatsiya olib bera oladiki, "Voy, baraka topkur to'yib ketdik." Bo'ladi, yetarli deb. Agar xrom
yetarli bo'lsa yetarli. tanada. Agar kamayib ketgan bo'lsa, boyagi inson yevradda to'yish hissini berolmay qoladi. O'shaning uchun mana shu juda ham to'g'ri gap gapirdingiz Sobir aka. Mana shu joylarida mana shu mikronutrientlar juda e'tiborli narsa. Nafaqat bu anaqaga qandli diabet, balki boshqa gormonlarni ishlashini to'g'irlab beradi-da bu mikroelementlarimiz. Kompleks. Yondashuv bo'ladi va boyagi aytamiz, insonlarimizdagi qandli diabet bo'lgan taqdirda ham tuzalib ketish ehtimoli bor. Qanaqa 100% ichish qiyin. Uning uchun juda o'ta qattiqlik kerak. Shu nima kun tartibida, ratsionda juda qattiq. Lekin agar shuni o'ta e'tibor bilan qilgan bo'lsa, insonlarimiz tuzalganlar menimcha Bormi o'zi tuzalganlar? nimalarda bir xil paytda shu nimalarda o'qib qolamiz, kitoblarda, adabiyotlarda, gazetalarda mana shunaqa kelibdi, shunaqadan tuzalibdi degan bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Bor. Endi aksariyat insonlar boyagi talablarga javob bera olmaganligi uchun qiynaladi. Shuning uchun Endi men aytmoqchi bo'lganim, ikkalanglarni ham auditoriyalar bor. Baribir sizlarning oldingizga har xil yo'nalishlarda bemorlar kelishadi. Shularning orasida qandli diabet bilan kelib, sizlardan shifo topib kelgan o'zi holati, case bo'lganmi? Sobir aka nima qilingchi? Yengillik topganlar bo'lgan, lekin menda masalan bo'ldi qandli diabet diagnozi snimat qilindi, olindi, siz diabet emassiz degan natija bo'lmagan. Lekin bizani bir akamiz borda, Hormurat aka degan, balki ko'rib turgan bo'lsalar, bir paytlar birga o'qirdik ular bilan. Ularda bo'lgan. Ularning qo'shnilari bo'yi past odam, 150 kilolik semiz diabet bo'lgan, insulinga o'tirgan odam. Endi umuman parhez qilmaydi, umuman sog'ligiga qaramaydi. Oyoq ketyapti. Aka, agar mana shu ketsa oyoqdan ayrilasiz. Oyoqni kesishgacha olib borishadi. Sizga kerakmi shu narsa? Borib qattiq gaplashganlar. Oyog'ingni kesdi ham deylik, bittasini. Ikkinchisida boshlanadi. Ikkinchisini kes, sen kim keraksan degan. Sen pishib turibsan, uzuzringdan ketib qopti. Hassa bilan yuradigan bo'lib qopsan. Sen kim keraksan? Xohlaysanmi degan o'rta yoshli yigit bo'lgan-da odam. Xohlaysan, ba'zi odamlarga bu yerda endi bizga shunaqa o'rgatishgan g'arb meditsinasi bor va sharq meditsinasi bor. G'arb meditsinasida bemor keldi, bemor passiv bo'ladi. Shifokor keladi. Nima bo'ldi, akajon? Opajon nima bo'ldi? Hay, opa bo'lib ketasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Keling, massaj qilsin, parafin qo'ysin, kapinisasini qo'ysin, ukolni qilsin. Shifokor aktiv atrofida, bemor passiv. Sen qilaman deb yotibdi. G'arb meditsinasi shunaqa. Endi sharq meditsinasida boshqacha. Shifokor passiv bo'ladi, bemor aktiv bo'lishi kerak. Qandli diabetda ayniqsa. Unga ba'zilarga o'sha kelajagini shuni oldiga oyna bilan ko'rsatib qo'yish kerak-da. Mana. U odamga shunaqa qattiq gapirilgan, kelajagi ko'rsatilgan. Endi hammaga ishlamaydi. Bu yerda odam psixotipini bilib, o'ziga qarab muomala qilish kerak-da. Qattiq gapirilganda o'lasan. Agar shu ketishda ketsa, ko'zing ketyapti, oyoq ketdi, invalidsan, xotin yurib ketadi. Og'ir tochka. Sen o'lasan, xotining kimgadir yashagisi kelyapti uni ham. Xotini kimgadir uzatiladi. Chidaysanmi? Yo'q, u erkak kishiga ko'tara olmaydi. Davay degan, "Mana damlamani ichasan, buni ichasan, yurasan, yugurasan, oka, tizzalari shilinib ketgan. Holi bo'lmaydi diabet. Yotoqchilar uradi, quvvati bo'lmaydi, lekin tasavvur qiling 150 kilo kalabuk dumaloq bo'g'irsoq odam lo'killa yuguribdi. Dumalar bilan tushgan, tizzalari shilingan, rosa qiyin bo'lgan. Ishoning, shu odam bitta odam bor, shu Bektemir turadi. Insulindan tushirishgan, doriga o'tkazishgan. Doridan tushirib, polni bir ikkinchi tip diabet, bir emas, ikkinchi tip diabetdan ichilgan. Keyin unga aytilgan. Agar oldingi turmush tarzingga qaytadigan bo'lsang, sahar qaytadi. Mashq ketishda ketasan. Sog'liq kerakmi degan. Endi qilich bo'lgan haligi odam. Kasal erkak kimga kerak? Okay. Insult bo'lgan erkakni, masalan, infarkt bo'lgan erkakni bugun yuvar orqasini ayoli erta yuvar, bir kun joniga tegadi. Yashaymanmi bu nima? Endi hammasi ham emas, bor, qaraydigan baraka topgan ayollar ham ko'p. Boquvchisi yarim hol bo'lgandan keyin kerak emas sizda jamiyatga. Shuning uchun ko'zinglarni ochinglar deymiz ba'zida. Ko'zingizni oching. Mana bunaqa ahvolga olib keladi, bunaqa ahvolga olib keladi, bunaqa ahvolga olib keladi. Ozgina kurashmasangiz bo'lmaydi. Kurash degani qanaqa? Sizni kasallikka olib kelgan mana bu turmush tarzingiz bor-da. Bu turmush tarzingizni mana bu turmush tarziga o'zgartirib qo'yasiz. Bo'ldi. Oldingi hayot to'xtatib. O'tni yopdingiz, X qo'ydingiz, mana bu yoqqa o'tib olsangiz, sog'lom odamdek yashab ketaverasiz. Ozgina orada qarab turish kerak. Bu menga to'g'ri kelmas ekan, mana bu to'g'ri keladi. Analigi hamma narsani analigi bor. Bu bo'lmasa bunisi, bu bo'lmasa bo'lmasida. Shunaqa yashash kerak. Lekin birinchi tipda, lekin sal qiyinroq, oldin aytganlaridek, o'tni oshqozon osti bezi insulin deyarli chiqarmaydi. O'sha Langerhans orolchasidagi beta kletkalarga qaysi sabablar bilan bizlarning immuniy kletkalar ataka qiladi deb o'tni kuydirib tashlaydi xullas.
Endi bu yoqda insulin olmasa o'sha 5 mahal qiyin masala. Yevropalarda hozir izlanishlar qilishyapti, kimdir tuzatdi degan har xil anaqalar yuribdi. Bir kunda Yevropada izlanishlar ketyapti. Nafaqat Yevropada, dunyoda ketyapti. Bu Yaponiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, hozir hamma rivojlanayotgan davlatlarda, rivojlangan davlatlarda shu qandli diabet aktual muammoda. O'shaning uchun u haqida ketyapti. Qandoq qilib shu insulin doim ukol shu inyeksiyasini qilmasdan yurish mumkinmi? Hozir shu terni ostiga maxsus pompalar qo'yiladi. U yerda boyagi Langergans orolga o'xshagan orolchalar qilingan gen injineriya nimasi usuli bilan va uni ichidan qon o'tadi. Qon o'tgan paytida qondagi qandni miqdorini analiz qiladi. Ko'rdim shuni. Va u o'tgan qonda analiziga qarab turib, boyga orolchalar insulin beradi qonga. Va qondagi qandni miqdorini tushirib turadi. Bu hali tekshiruv bo'lyapti, menimcha hali Oxiriga yetmagan. lekin o'ylaymanki, kelajakda bu yechim o'zini yechimini topadi va qandli diabet bilan kasallangan bemorlarimizga ancha yengillik bo'ladi, yaxshi yengillik bo'ladi. O'zi bugungi kunda kimyoviy dorilarsiz qondagi qand miqdorini kamaytirish imkoniyati bormi yoki uni boshqa analiglari ham bormi? Ya'ni faqat bizada kimyoviy dorilarmi? Majburmizmi kimyoviy dorilar qabul qilishga yoki uni tabiiy usullari ham bormi degan bir fikr borda. Endi dori-darmonga keladigan bo'lsak, qandli diabetda quyidagi yo'nalishdagi dori-darmonlarimiz bor. To'g'ridan to'g'ri insulinimiz bor. Yana qisqa muddatli, uzoq ta'sir qiladigan har xil ko'rinishdagi insulinlarimiz bor. Xo'p, bu birinchi guruhi qand diabetni davolashda ishlatilgan. Ikkinchi turdagi eng boshida ishlatilgan preparatlarimiz bor. Bu yeyayotgan uglevodlarimizni, boshqacha aytganda shakarimizni organizmga singdirmaydi. Bu oshqozon ichak traktida asosan ishlaydi va bir qismi jigarda ishlashi mumkin. Va boyga yeyayotgan uglevodlarimiz organizmga singmaydi, shu orqali qand tushiriladi. Bu ikkinchi anaqamiz, yo'nalishdagi. Uchinchi yo'nalishdagi preparatlarimiz bu kimyoviy dorilar. Ular oshqozon osti beziga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilib, oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. Ishlagan deydi va oqibatda insulin ko'payadi. Va keyingi guruh dorilarimiz bu boyga hujayrani eshigini ochib beradi. Sezgirligini oshirib beradi. Hujayralarning sezgirligini oshirib beradi va oqibatda o'zimiz ishlab chiqargan insulinimiz kelib ta'sir qilganda eshik ochiladi, shu tushiriladi. Va undan tashqari qandli diabetda ishlatiladigan metabolik moddalarimiz bor. Boshqa aytganda hujayralarning o'zini metabolizmini yaxshilash hisobiga hujayralar sari yaxshilanadi va qanaqadir ma'noda yengillik tug'diradi. Endi gruppa dorilarimiz ko'p. Keyin qandli diabet asoratlari bor. Endi boya Sobir aka sanab o'tdilar, bir qancha asoratlari. Buni asoratlari juda og'ir asorat. Tepadan kelib tushaylik, pastga qarab tushib boramiz. Boshda bo'ladigan asoratlar, mana insultlar. Ko'zda bo'ladigan, ko'zdagi bo'ladigan o'zgarishlar, to'r pardasida bo'ladimi, masalan katarakta degan kasalligimiz ham qandli diabet bilan asoratlangan bo'lishi mumkin. Keyingi asoratlardan bittasi bu pastroq tushadigan bo'lsa yurak. Yurak asoratlari. Undan keyingi asoratlari bu siydik yo'llardagi bo'ladigan asoratlar. Va keyingi periferik asoratlar. Bu qo'l oyoqlardagi asoratlar. Neuropatiyalar deymiz. Undan tashqari boshqa asoratlar ham ko'p, juda ko'p asoratlari bor. Ko'p uchraydigani shu. Biz e'tibor berib shu narsalarni aniqlaydigan nimamiz bor. Boyga aytganlaridek emas, borib peshob ko'payib ketdi, borib topshiradi, urolog nazarjeniya qilib beradi, uni oladi, keyin qarasa. U qonda shakar ko'paygandan keyin siydik yo'ldagi bakteriyalar uncha-munchaga qilmaydi, ketmaydi. U shakar yeb yotib ko'payaveradi. O'shaning uchun Bakteriyalarga shakar zo'r. Muht yaratilgan. O'shaning uchun boyga darrov keyin aytadiki, sizda endokrinolog bilan bir maslahatlashib ko'ring, deb keyin shu qanaqa nazarjeniyaga yo'naltiradi. Endi boshqa yo'llarimiz ham bor. Hozirgi kunda ko'proq masalan tibbiyot ham tabiiy boyga yo'nalishni tanlamoqda. Tabiiy yo'nalishni nimasi? Sog'lom turmush tarzi va aytaylik boyga dorivor giyohlar. Alohida buni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Birga bo'lish kerak hammasi. Va endi bu yo'nalishda mana Sobir akam juda ham yaxshi biladilar bu yo'nalishlarni. Shu savolni bermoqchi edim. Endi bularning asosan yo'nalishlari tabiiy usul bo'lganligi uchun tabiiy bir xil aytadiki, men shunaqa ko'p dori ichyapman. Juda ham ko'p. Men o'zi jonimga tegdi o'zi. Men non bilan dori yeydi deganlar bor. shunaqa
qanaqadir buni ozgina bo'lsa ham kamaytirish imkoniyati bormi yoki umuman qutulish imkoniyati bormi deydi-da. Ko'pchilikda misol uchun men o'zimni ham tanishlarimda ko'pda. Hali uni ichgan, hali buni ichgan shunga bir yo'nalish bo'lsa. Dorini endi to'xtata olmaymiz biz. Tomoniga aralashtirilmaydi. Endi o'sha odamni o'lchab yurishadi, ko'pchilik bilishadi. O'rtacha nechida yurasiz desam 10 yuraman yoki 18 shunaqa. Bu bilamiz shu. Demak, sal parhez qilmas ekansiz, yo'q qila olmayman. Ichib turaverasiz, bu yoqda dorilaringizni qilavering, muolajangizni qilavering. Qo'shimcha deyman, masalan, oddiy xilba degan giyoh bor. Uni biz Instagram sahifamizga qo'yganimizda bozorda sotiladi. Grechkaga o'xshagan mayda sariq narsa. Ozgina kukun qilib turib, mayda qilib turib, bir choy qoshiq 200 grammga kechqurun yarim soatga 40 minutga damlab turib ichilsa, ancha qondagi qandni pasaytirishga yordam beradi. Qadimda bunaqa giyoh Yo'nalishlari bo'lgan. biz aytdik, bir kun bitta yosh kattaroq ayol qabulga kelibdilar. Hozir diabetlarning bitta xarakteri bo'ladi. Aksariyat hammasidan emas, aksariyatida juda kibrli bo'lishadi. Ko'pchiligi keyin qaysar bo'lishadi. Ko'pchiligi nima shu ikkita zakonomerность bor, qaysar, kibrli, ozgina. Boshqani fikrini qabul qilmaydigan, ma'ni aytganim bo'ladi, deydigan ko'proq shunaqa odamlarda uchraydi diabet, ko'pincha. Aytmoqchi emasman hammada, lekin ko'pincha. Endi kirib keldilar, kirishlaridan o'zi bilib turibman. Unaqa odamlarga siz havosizda, ko'rinmaysiz. Ko'zga qarash yo'q. Qancha gapirsangiz ham Olim menga qaradilar. Menga u katta odamlar professorlar qaragan. O palonchi pistonchilarni taniysan, palonchilar. Ha, yo'q, hop. O'shalar qaraydi menga, professor akademiklar u. Men juda bir xullas katta odam ekanlar. Hop. Nima bo'lyapti holi? Men sahrim tushmayapti, 18-20 bo'lyapti. Insulin ham qilishyapti, hamma narsa, lecheniya umuman qo'zg'almayapti. Gram tushmayapti. Shu videoni Instagramda ko'rdim, olib keltirib ichsam tushdi, dedilar. Hayron bo'ldim. Bu samogunishini bo'ldimikin, ertasi kuni yana ichib ko'rdim dedilar. Yana tushdi dedilar. O'g'lim tez mashina bolani topib olib bormani deb oldin kelmayman dedi. Nima u narsa endi dedilar. Karomati bor deb so'ragan kelganlar. Tarkibi bunaqa qadimdan bo'lgan narsa bu narsa. Qadimda ham bo'lgan bu shirinkas qand kasalligi. Buni ichib turaverasiz, faqat siz butun o'zini solib qo'yibsiz. Ba'zi giyohlarning toifalari bo'ladi. Qizg'anchiq giyohlar deyiladi-da. O'zidagi xususiyatni suvga bermaydi. Ko'proq turish kerak yoki qaynatilishi kerak yoki maydalab turib olsa o'zini xususiyatini suvga uzatadi. Siz maydalab olsangiz tezroq aniq qiladi. O'sha quyqasi bilan ichsangiz ham bo'ladi yoki quyqasini qoldirib ichsangiz ham bo'ladi. Boshqa narsalar ham aytiladi. Tapinambur masalan ichib turishi mumkin. Anjir bargi ham tushiradi, shoptolni bargi ham tushiradi, damlab turib ichilsa. Unaqa narsalar ko'p tabobatda. Endi bular diabetni 100% yo'q qiladimi yoki diagnozni snimat qiladimi desa, yo'q, kuch yetmaydi. Lekin boshqa dori vositalarini doimiy qabul qilaveradigan odamlarga yoki sahrni orqasida kelib chiqadigan kasalliklarni asoratini kamaytirib, sahrni kasalliklarsiz, boshqa kasalliklarsiz yashashiga yordam beradi. Uzoq muddat. Olmaslik, ular issiqqa chidolmaydi, qonda qand ko'paygandan keyin yuragi siqilib ketadi. O'sha kuni qoraga keluvdilar, o'tira olmadilar issiqda. Qand bor ekanda, ko'pincha kema bitta zakonomerность bor yana. Ko'proq qorilarda, imom xatiblar nimalarimizda, domlalarimizni ko'pida aksariyatida diabet bo'ladi. Nimaga deydi? Nima stressdanmi, nimadan? Hammada stress bor, menda yo'qmi yoki sizda yo'qmi? Hammada bor. Sabab o'zbekning nimasi ko'p? Yig'ini ko'p-da. Ehsoni ko'p, yig'ini ko'p. Bularni doim o'shanaqa joyda kutishadi. Eng davrani to'ri, eng zo'r stol ularniki. Qoraka men so'lmasa yanniga yeb oling. Qoraka men somsa kelibdi, u kelibdi, bu kelibdi. Oddiy ugloti, shirinlik, paqqos. Yemasangiz xafa bo'ladi. Oke, yoqmadimi? Yo, kamchilik bo'ldimi? Majburda o'zlari ham turib. Nimadir. Yurgandan keyin oke, конечно, qandli diabetga moyillik oshadi. Malayshi kichkina stress o'zi tirs etib olib ketishi mumkin-da bu yoqqa. Shuning uchun aksariyatida shunaqa. Yemasi, ularni kasb kasalligi deb bilaman-da. Kecha o'ylab o'sha suhbatdan keyin haqiqatda palonchi bor, pistonchi, tanish bilishlarni qilsam, o'sha mana shu diniy sohada ishlaydiganlarni aksariyat chunki dasturxon, o'zbekning dasturxoni boyagi joyga qaytsa yana, demak oldin kamroq edi, hozir ko'paydi. Endi tan olaylik, tan olish kerak. Ro'zalarda kafega kirishga joy yo'q-da, oke. Zakaz qilasiz, oldindan zakaz qilasiz. Joy topolmay o'tdan haydaldim, ana unda ham bitta joyga. Bu o'tdan haydab, bu o'tdan zakaz qilingan. O'tirib turing, kelguncha dedim, kelsa turib ketaman dedim. Bironta joy mehmon bor. Men xatoyim endi Oldindan zakaz qo'ymagansiz. ko'chaga chiqib keyin
bu yoqda gumbaxonasi bor ekan, o'sha yerda gumba-pumba bilan och oldik og'zimiz. Joy yo'q-ku. Odamlarni stoli boy edi aka. Nodir aka mana eslang, to'ylarni o'sha paytlarda mahalladan stol-stullar olinardi-da. Uzun temirli ko'rpak tashilardi. Dasturxonga hatto ani keyin bo'lib ketgan. Chuchvaralar, yeronqolar bundoq hovuchda oraya qo'yib ketilardi. Esingizmi? Keyin tarilkalar paydo bo'ldi. Dasturxonlar o'sha paytdagi to'ylarni ko'rsangiz, bir soddaroq, Samimiy, oddiy to'y bo'lgan. soddaroq bo'lgan. Xilma-xillik bo'lmagan. Hozir dasturxonni qarang, necha xil bo'ldi o'g'lim dasturxon. Onajon 72 xil narsani hozir emas, kam qilsan. 102 xil bo'lsa hamma gapiradi bo'lmasam, qo'sh, mamani qo'sh, anini qo'sh. Tarlika qo'yishga joy bo'lmaydi-da. Pilangizni ko'tardingizmi, o'rnida nima turadi-da. Sraz ketiga qo'yib ketishadi. Qo'yishga joy yo'q. Bu mana shu to'qchilikni kasalligi-da, diabet. To'qchilikni kasalligida bilaman men shaxsan. O'sha dasturxon qancha sodda, kasallik qancha sodda. Dasturxon qancha murakkab, kasallik shu. O'z-o'zidan parhez boshlanib ketadi, to'g'rimi? Murakkab kasallikni davosi ham murakkab-da. Oldinlari o'sha masalan meditsina kitoblarini oching yoki biron bir tabib bo'lgan Bakr Roziy hazratlarimi, kim bo'lsa ham, Imom Shofiymi, kim, Allohon taolo sog'lig'ini hazrat, kim bo'lsa, shuni oching-da. Mana kasalga chalinganda bu narsani ichsin, buni parhezini qilsin, mana buni ichsin desa, deb yozishgan-da. Yolg'on gapirishganmi? Yo'q, o'shan bilan bitgan ish. O'sha paytda o'sha odam o'sha yerdan tuzalganda. Hozirgilar qilsin, tuzalmaydi. Keyin nima deydi? Yo'qing bir tinga qimmat deydi. U odamda hozirgi oldingi zamonda o'sha paytdagi zamondagi odamlarda meni o'ylashimcha bitta kasalligi bo'lgan. Hozirgi zamondagi odamlarda 5 ta kasalligi bor. U faqat bittasini biladi. Ikkitasini biladi. Agar diagnostiga tiqib olsangiz uni 12 ta diagnoz bilan turibdi-da. Qaysi birini davolash kerak? Menda shunaqa patsient kelgan, Nodir aka. Bitta qizlarni olib kelibdilar, qarang, bo'lgan voqeani. Yosh qiz, yuzda ugriklari chiqqan endi. Ayollar, onalari o'tiribdilar. Qizga qarab, endi qarab anaqa yozib turibman. Hali qiz bechara 12 yoshlar atrofida adashmasam. Aka, dedi, ha? Siz bizani aldamaysizmi? Aldab pulimizni olmaysizmi? Debdi. Aka jimir qilib ketdi ichim. Nega unaqa deyapsan qizim? Ko'p joylarda bizani aldashadi-da. Lekin natijasini olmaymiz dedi. Voy dedim. Keyin onalari hayajonlanayotganini sezdim-da, suv quyib bera qoldim. Men suv ichib tura qoling dedim. Yo'q, ichmayman men. Yo, oling, iching. Siz hayajonlanyapsiz yoki nimadir botdimi, aytavering desam, yo'q, men uyalaman. Nimadan uyalasiz? Dedi, Parkinson bor ekan. Qo'lim qaltirib tushirib. Tushsa, qizlar anaqa qilishadi, iching nima dedim. Men qaramay turibman, xijolat bo'lmasa dedi. Haligini ichdilar. Keyin men qizdan qochdim deb onaga yuzlanyapman. Nima sizda muammo desam, ketdi diabet, kista miomalar, Parkinson, shitavitkada o'zgarishlar. Endi yozib yotibman, ani 12 ta punkt to'ldi-da. Nima yozaman shu yerda? Ikkita qo'limni bog'layapti-da, masalan-da, og'zimizni ko'chlab. Uni yopsiz bu, buni yopsiz bu bo'ladi. Bunga yozsam, oshqozonda muammosi bor, obosтрение berishi mumkin. Bunga yozsam, butga nazarchini qila olmayman. Bir-biriga ziddi. Qarang, men tabiiy narsa haqida gapiryapman. Ukol dori emas. Bu ukol dorini planni bajarib bo'lishgan. Yana eng yomoni qiz sudurishni bola sudurga berib qolar ekan. Bir kun qizi hojatxonadan chiqmagan, ona xavotirlanganda borsa qizi sudurga beryapti yerda. Ona uni ko'rgan, top bet ona ham yiqilganda. Bu kelasiga o'zi bitta odam kerak. Uyda kimdir bormi? Desam, yo'q, tashab ketganlar xo'jayinim kasal bo'lganidan keyin. Mana o'sha kuni men shunday qolganman. Bunga hozir kimdir yordam bermas, kim yordam beradi bunaqa? To'g'ri. Hozir yaxshi gapni gapirdingiz. Bemorlar shikoyat bilan kelgan paytda menga ham qabulga kelishadi. O'tirib, shu gaplashib o'tirgan paytimizda bir insonda bitta diagnoz emasda 3 ta 4 ta diagnozni olib chiqishga majbursiz. Masalan, mana qandli diabet haqida gapirishganmiz, qandli diabet. Qandli diabetga nima olib kelyapti? Birinchi bizada tibbiyotda buni metabolik sindrom deydi. Tegana. Nima desa, birinchi vazn oshib borishi. Asta-sekin vazn oshib boradi. Bu alomatlari-da, to'g'rimi? Ha. Metabolik sindromi belgilari bor-da. O'sha anaqa belgilarni ko'rib boramiz. Modda almashinuv buzilishining belgilari. Semir boryapti. Xo'p, nima bo'lyapti undan keyin? Qandli diabet. Rivojlanib, ha. Yo, qandli diabetdan oldin bitta anaqamiz ateroskleroz deymiz. Qon tomirlarining ichini bitishi.
modda almashinuv buzilgandan keyin qon tomirlarini ichini biz xuddi ani etilik batareyani turbamida kesib ochib qarasak, yo suv ishlak bo'lib yotibdi. O deymiz. Zang bosib ketgancha ishlak. Mana shu qon tomirlar yopilishi. Xo'p, undan keyingi nima bo'ladi desa, qandli diabet. Xo'p, yana nima bo'lishi mumkin desa, yuraklardagi infarkt va boshdagi insultga moyil. Moyillik osha. Keyingisi nima ekan desa, oxiri qandli diabet, anaqa rak kasalligi, onkologiya. Mana shu bitta arzimagan, bitta metabolik sindrom. Endi arzimagan deb bo'lmaydi. Shuncha kasallik. Metabolik sindrom oqibatlarida shuncha kasallik. Endi menga bemor keldi, etilik qandli diabet bilan keldi. Yoki bo'lmasa qon bosimi bilan keldi. Uni tekshirib ko'radigan bo'lsak, vazn og'iri bormi? Modda almashinuv buzilib bo'lgan o'sha. Ketdimi? Endi qandli diabetda davleniya qon bosimidan tashqari aniqladik yana etilik qandli diabetda. Ikkinchi kasallikmi? Aytadiki, boshim ko'p aylanadi yoki bo'lmasa shunaqa. Tinadi, ko'zim tinadi. Bu qon bosimi bilan bog'liqmi yoki qon tomirlari ham bosh miyada yopilib bo'lganmikan? U ham. Bu degani, bu insonda insultga ham moyillik ketyapti. Ketdimi? Aytadiki, ozgina yursam xansirab qolaman, bir pas o'tirib, keyin ozgina dam olaman-da, keyin ma'natim siqishni boshlaydi. Keyin sekin yuraman. Yana bir 100 metr, 50 metr yurgandan keyin yana og'riydi. Yana dam olishim kerak. Bo'lmasa e'tibor olmayman. Siqib qoladi, nafas yetmay qoladi. Bu-chi buni bizning tibbiyot tilida stenokardiya deydi. Yoki bo'lmasa yurak ishemik kasalligi. Bormi? Bor. Obbo. Nima qildingiz keyin? Yuragimda muammo bor. Ko'rdingizmi? Bir qancha muammo. Shuncha diagnoz chiqqandan keyin endi qaysi birini davolaymiz? Qayerdan boshlaymiz? Nimadan boshlaymiz endi? Qolganlar kutib turish kerak. Shuncha kasallik turibdi. Agar hozir har bittasini o'zini tibbiyot standartlari bor. Aytadiki, men bu kasallik bo'lsa, men bu 3 ta dorini bering. Men bu kasallik bo'lsa, 2 ta dorini bering. Men bu kasallik bo'lsa, 4 ta dorini bering. O'zini standartlari bor. Agar hozir hammasini qo'shadigan bo'lsa, Paket bo'ladi. 20 ta dori bor. Qaysi kasallikni olingiz, qaysi biri kutib turish kerak. Nima qilinadi shu? Endi mana hozir aytayotganingizdek, oldingi qadimgi insonlarda bo'lgan kasallik, oldin bitta kasal bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 3 ta 4 ta kasal, 5 ta kasal. O'sha odamda bronxit ham bor. Nima qilishni bilmaysiz. Kasal ko'pda. Bitta insonda buket kasal. Shuning uchun keyin ajratasiz. Endi majbur ajratasiz, iloji yo'q. Aytasizki, oldin mana buni qilib turing. Dorisi ko'payib ketyapti. Keyinchi nima qilamiz? Keyin mana bunisini qilib ko'ramiz. Undan keyingisi mana bunisini qilamiz va qadamma-qadam ularga alohida boyga xarita tuzamiz. Yo'l xaritasi. Oldin buni qilasiz. Keyin sar bundan mamdorni kamaytirib olganimizdan keyin sar aqolan keyin inson hayotiga insonni hayoti sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi kasalliklar bor. Agar o'shani olib tashlamagunizcha inson o'zini yengil his qilmaydi-da. O'shaning uchun o'shandan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ma'lum bir joyda, masalan, hayotga ta'sir ko'rsatgan, inson umriga ta'sir ko'rsatgan yurak kasalligimi? Buni birinchi olishimiz kerak. Bosh miyada bo'layotgan o'zgarishlar, buni birinchi olishimiz kerak. O'shalar asosiy qilib ajratib olamiz-da, keyin shuni davolab turamiz, keyin ungacha siz mana buni qilib turasiz, parhezingizni qilib turasiz, mana bu etilik turmushlaringizni o'zgartirasiz. Shuni qilib turasiz-da, keyin sekin-sekin o'tib olamiz ularga ham. Qadamma-qadam. Mana shunaqa qilib programmalar tuzib, Ketlikda uzoq muddat ketadi-da u narsaga, to'g'rimi? uzoq muddat bilan davolanadi. O'shanga ko'pchilik odamlarning sabri yetmas ekanda, baribir. Uzoq muddat baribir protsess uzoq bo'lgandan keyin ko'pchilik tezda qanaqadir bir chuda dori bo'lsa-da, shunday ichsa, sraz natija bo'lsa. Olima Bubnovskiyni Farruh aka bitta gap bor-da. Salomatlik bu mehnatdir deydi. Mehnat bu mashaqqat chekishdir deydi. Mashaqqat chekish bu sabr toatdir. Sabr toat bu tozalanishdir. Tozalanish bu salomatlikdir deganda. Shuncha etap bosib o'tish kerak. Bu misol uchun aytaylik, boyagi diabetni masalasida qaytsak, misol uchun bo'ldi, mana giyohli damlab ichasiz, diabetni yaxshi bo'lib ketasiz desa kimdir. Misol uchun shu soha bo'yicha mutaxassis tabibmi yoki boshqa. Men aytaman, yo'q deyman. Buni o'zi kuchi yetmaydi. Siz endi buni ichasiz, parhezingizga qilasiz, harakatni qo'shamiz, dori-darmonni qilib turasiz, pasaysa shifokorga borasiz. Okey, menda hozir mana bu ko'rsatkich bunchaga kamaydi. Men glukofajimni, seaforimni yoki mana dorilarimni pasaytiraymi dozasini? Okey, kamaytiring. Men sal boshqacharoq o'ylayman, Nodir aka. Masalan, endi siz baribir
qarashingiz boshqacharoq bilaman, manikidan farq qilishi aniq. Misol uchun, искусственный insulin olyapti, qandli diabet 2-tipga o'tayotgan odam. Tabletkada yurgan odam bor, tabletkadan chiqib gormonga o'tayotgan odam bor. Men aytaman, imkon qadar insulinga o'tmay turing deyman. Sizni vazifangiz, zadachangiz tabletkada yashab keting deyman. Insulinga, искусственный insulinga o'tishingiz bilan ba'zi holatda majbur bo'lishadi. Hayot uchun xavf solayotgan bo'lsa, to'g'ri o'tiladi. Unaqa holatda исключение bor. Lekin parhezimni qila olmayapman, sabrim chidolmayapti, insulin qilsam ham yuraver ekan deganingiz deyman. Meni o'ylashimcha, boyagi hujayraga qaytsak, hujayraga kelyapti, insulin kirdi, o'zi tabiiy fiziologik jarayonga qarasa, insulin keladi. Qopda qorbog'iga o'xshab, endi uzr, mana shunaqa misol tushuntirmasa bo'lmaydi. Shakar olib keladi, ichini taqillatadi. Kimsan deydi, insulinman deydi, hujjatingni ko'rsat deydi. Mana deydi. O'zi miya bergan hujjat turadi. Ha, to'g'ri. Insulin ekansan. Sen o'zimizdan ekan, kir olib kir shakar deydi, olib kiradi. Hujayra uni ishlab chiqaradi va hokazo. Endi bu insulin chiqmayapti, kam chiqyapti. Bu odam biza искусственный insulinni berdik. искусственный insulin keladi, shakar olib keladi u ham. Olib keladi, taqillatadi, och eshikni deydi. Yo bu o'zi qo'poroq ish deydi. Taqillatib tepada bu eshikni. Tepada eshikni och deydi. Kimsan deydi? Men insulinman deydi. Hujjatingni ko'rsat. Hujjat ko'rsa qalbaki hujjat. Qalbaki yursa och bo'lmasa buzaman deydi eshikni deydi. Bitta ochmasa eshikni buzadi, kiradi baribir. Olib kirish kerak. Uni vazifasi olib kirish kerak. Ba'zi men qo'shilmayman. Shakarini ham yeyur, tortini ham yeyur, oshini ham yeyur, shilpildoni ham bosib yeyur, insulinni ko'proq olasan. Okey deyman. Men sizga xafa bo'lmang gapimni achchu deb haqiqatda achchuga aytaman, kelishib olaman. Okey. Sizga shirin yolg'onni gapiraymi, yoqadigan yoki achchiqroq haqiqat nimani aytay deyman. Nimani aytsa shuni gapiraman deyman. Tuz sepgan desa tuz sepaman. Shakar sepsak, qaysi birini aytay? Ya aytavering deydi, bo'lmasa qabul qiling deyman. Keyin aytaman. Hozir insulinga bang'illatib o'tib ketsangiz, qadamingizni tezlashtirdingiz degani qabrga qarab deyman. Tezlashtirdi. Kerak bo'lsa qiling deyman. Yo'q, men tabletka bilan yashashni xohlayman. Asoratlasiz oyoqdan ketdi, u ketdi, zreniya ketdi, boyagi holatlar bo'lyapti degan narsa bilan xohlayman desangiz, unda pajasta qiling. maxsus qiling. Keyin masalan nimaga tasavvur qiling, mana shu bir piyola qon deb tasavvur qilsak, qonda qand miqdori oshib ketdi. Qand miqdori oshib ketdi. Keling, mana bunaqa tushuntira olasiz. Mana shunda suv turibdi. Bir piyola suv turibdi. Men bunga 2 qoshiq shakar soldim. Shirin bo'lib ketdi. Shuni shakarini kamaytirish uchun nima qilishim kerak? Faqat suv quysam kamayadi, to'g'rimi? Tabletga tashlasam kamayadimi? Tabletka? Shakar kamayib qoladimi? Yo'q. Men shunaqa o'ylayman-da. Endi qarang. Demak, suvni so'rashi tabiatdan bu to'g'ri holatda qondagi qandni yuvyapti. Pochka orqali yuvadi. Pochka aytaylik, misol uchun qancha ob'yemi esimda yo'q-ku, aytaylik bir kunda 24 soat ishlaydigan 200 litr. 200 litrmi? Ishlab chiqaradigan bo'lsa, demak bu qancha ko'p suv ichayotgan odam pochka iznosga ishlayaptimi? Pochkaning umri qisqaryaptimi? Xuddi sovet paytida aytilardi-yu, lampochaga 1000 marta yoqib o'chirishga garantiya deydilardi. Men pochkangizni deyman, xohlasangiz shakarni bosib yeyavering, qondagi qandni oshiring deb. Pochkadan ketadi. Pochkani ishdan chiqaring deyman. Gemodializga qatnaydi deganlar ham ko'pda ancha-muncha. Yoki ikkinchi variantingiz deyman. Misol parhezingizni tiklaysiz, o'zingizga qaraysiz. Shakarni kamaytiramiz. Chunki boyagi holat deb og'zini quritaveradi, suv talab qiladi, suv bilan ko'p ichib, qondagi qandni shakar yuvishga harakat qilaveradi. Tez. Qand kechasi ham chiqadi, 5-6 marta chiqaman deydi, uyqu ham yo'q. Ertalab ozginadan keyin uxlayman va hokazo. Bu tabiiy jarayon, lekin uglevodni kamaytirib, o'sha boyagi non, xamir ovqat, shirinliklar, kartoshka, bir xil diabetiklar kartoshkani parhez deb yeb yurishar ekan. Men qaynatilgan guruch yeyman, kartoshka yeyman. Okey, bu uglevodku. Buni shakarga chaqsangiz, masalan, bir tarelka guruchingiz bilan kartoshkangizni shakarga aylantirib, bizani tana zavodda shuni ichiga tushgandan keyin uglevod shakarga aylantirib tashlaydi. Menimcha bir 10 osh qoshiq yoki 15 osh qoshiq shakar bo'lsa kerak. 2 qoshiq shakar ichgan yaxshi. Ko'tarilib ketdi. Yoki yashirin shakarlarni ko'p iste'mol qilishadi. Yashirin shakar. Bu diabetiklarning ko'p bir muammo, kolani, pepsini yaxshi ko'rishadi. O'shani ichib yursa, qarang. Okey, yaxshi ko'ryapsizmi? Shikoyatni o'zingdan ko'rgan degan joyi bor-da. Doktor yomonlama, keyin o'sha odamni yomonlama, shikoyatni o'zingdan qidir. Nafsingizni tiyasiz, yengasiz, tiymaysiz, yenga olmaysiz. Endi bitta odam diabet bo'ldi deylik. Misol uchun 30 yoshda yoki 40 yoshda.
Bu o'sha kasallikni уже aniq diagnozlari qo'yildi. Endi shuni asoratlari bilan, ya'ni asoratlarisiz sifatli o'sha baribir hayot sikli bor-ku, hayot siklida baxtli yashash, sharoiti mumkinmi, bormi shunaqa sharoit? Nima qilish kerak u uchun? Bitta inson kasal bo'lib qoldi, уже ko'rdi, diagnoz chiqdi. Hozirgi kunda o'zi qandli diabet ancha yoshlar bilan ketdi. Ko'payib ketdi. Yoshlarda faqat. 30 yoshlarda. Yosh kattalarda ham aniqlandi. Yoshlarda aniqlanganligi bu bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Qandli diabet qancha yosh aniqlansa, asoratlari, yomon asoratlari shuncha vaqtli Tez keladi. tez keladi. Masalan, 80 yoshda chiqqan qandli diabet bilan 40 yoshda chiqqan qandli diabet orasida katta farq bor. Yosh insonda agar qandli diabet chiqadigan bo'lsa, aytaylik, bizada tibbiyotda kollateral qon aylanish deyiladi. Bitta tomir yopilib qolsa, ikkinchi qon tomir uni boshqa yoqdan yo'l ochib harakat qiladi qon bilan ta'minlanishga. Negadir yosh katta insonlarda shu qon boshqa tomirlardan yetkazib berish ehtimoli yuqoriroq ekan. Yoshlarda u narsa yaxshi rivojlanmagan ekan. U sekin vaqt o'tib rivojlanar ekan. Keyin boyagi qandli diabetda asorat sifatida boyagi tomirlar yopilib qolgandan keyin boshqa yon tomirlarni ishga tushishi qiyin bo'lib qolar ekan. Va oqibatda asoratlar. Bu bosh miya asorati bilan ko'z asoratimi yoki bo'lmasa aytaylik mana infarktlar, insult, buyrakda bo'ladigan asoratlar, periferik qon tomirlarida va qo'l oyoqlarda jimirlash uvish va hokazo. Mana bu asoratlar vaqtli chiqib qoladi shu insonlarda. Shuning uchun imkon boricha shu agar shu moyillik bo'ladigan bo'lsa, albatta tezda uni oldini olishni harakatini boshlash kerak. Boyagi sanab o'tgan alomatlaringizni oldin bitta tekshirish kerak. Qandli diabetda mana bir xilda aytadiki, bugun qon topshirdim deydi, qandim 8 chiqdi deydi. Menda hech qachon bo'lmagan unaqa deydi. Nima qilay deydi. Ertaga ham topshirib ko'raymi, kecha ko'p ovqat yeb qo'yaman deydi. Keyin ertasi kun topshirsa 7 chiqib qoladi. Dietani qilgan boshqaga e'tibor berib turib, yana topshirsa, "Voh" deydi, "Men qandli diabet ekanmanmi" deydi. Keyin o'shanda biz aytamiz, boya Sobir akam bilan gaplashganda shuni aytdim. Keling, bana 3 oylikdan topshirtirib ko'raylik. Bizada glikerin gemoglobin deydi. O'sha qizil qon tanachalarini o'sha eritrotsitlarni ustida yig'ib oladigan glyukozani yig'ib oladi ular. Ular 120 kun yashaydi o'rtacha. O'sha 120 kun yashagan paytda qonda ular doim aylanib yuradi. O'sha aylanib yurgan paytda boyagi glyukozani shakar o'sha eritrotsitlarni ustiga yopishib oladi. Ana undan keyin biz uni aniqlashimiz imkoni bor. Xalqimiz orasida boyaga aytgandek 3 oylik sahar deydi. Bittada o'sha o'rtacha qandni miqdorini qondagi ko'rsatib beradi. 3 oy davomida nima yedi, nima qo'ydi, qachon och qoldi, qachon to'q yurdi, farqi yo'q, ko'rsatib beradi. Ana shu yerda biz keyin Tartibi qanaqa bo'ladi? aniqroq. Uni tartibi qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa keladi, o'sha topshirgandek topshiradi. Yo'q, misol uchun bitta topshiradi, 3 oydan keyin bitta topshiradimi? Qanaqa bo'ladi? Masalan, bitta topshirdi, qandi baland chiqib qoldi. 8 chiqdi misol uchun. Masalan, balki 10 chiqqandir, balki necha ham chiqdi. Aytdiki, qandli diabetga sizda moyillik ekan. Qani bitta tekshirib ko'raylik yana desa, keyin aytadiki, qanaqa tekshiramiz desa, aytadiki, siz keling bir 3 oylik sahar deydi. Shunga topshirib ko'ramiz. Glikerin gemoglobin deydi. Shunga topshiramiz deydi. Bo'ldi. Keyin u bu yerda och qoringa, to'q qoringa juda ham rol o'ynamaydi, chunki 3 oylik saharda u. U to'q qoringa topshirsa, och qoringa topshirsa ham aytarli o'zgarish anaqa katta bo'lmaydi. O'shaning uchun borishadi, topshirishadi, keyin aytishadi. Alohida analiz hisoblanadi, to'g'rimi? Bu analiz alohida. Bu alohida. Bu alohida. Keyin uni topshirishadi, keyin o'sha qonda keyin o'rtacha ko'rsatkichni ko'rsatib beradi. 3 oylik o'rtacha ko'rsatkich. Masalan, 6 bo'lishi mumkin, balki 5 bo'lishi mumkin. Aytadiki, sizda mana glikerin gemoglobinimiz 5 chiqdi, yoki 5,5 chiqdi. Yo'q, sizda qandli diabet yo'q ekan. Siz ovqatlanishingizga daxldor bo'lgan ekan, bu yoqga ehtiyotingizni qilib ovqatlanib yuring. Yo'q deydi, sizda deydi, mana o'rtacha saharingiz ham 7 chiqdi deydi. 3 oylik glikerin gemoglobinimiz. Sizda значит qandli diabet bor. Nima qilamiz desa, endi boyga nima? Yana qo'shimcha tekshiruvlar ham bo'ladi. Masalan, insulinni ham tekshirib qo'yish mumkin, qonda insulin miqdorini tekshirib qo'yiladi. Yoki bo'lmasa, yana xolesterinlar, ana bilasizlar, ana yomon yog'lar bor, yaxshi yog'lar degan har xil xalqimiz orasida gaplar bor. O'sha lipoproteinlar deydi, yog'lar har xil ko'rish, xolesterinlar, bularni ham tekshirib qo'yishadi. Umumiy tekshiruvlar o'tgandan keyin aytadiki, sizda deydi qandli diabet bor ekan. O'zi norma qancha? 5,5 6 gachami? Bilasizmi? Bular ham o'zgaryapti yildan. Biz
shunaqa nima borki, o'zbeklarniki sal boshqacharoq, Chet elliklarniki boshqacharoqmi? Yevropalarniki sal boshqacharoq. Biz endi ko'p orientir olamiz, yo umumiy qabul qilingan standartlarimiz bor. O'shaning uchun kim aytadiki, bizda deydi 6,5 gacha deydi. Kimdir aytadiki 6 gacha. Bir xil apparatli mana shu apparatli har xil ko'rsatkichlar bilan ko'rsatadi. O'shaning uchun albatta bu yerda qaralayotgan paytda apparatni ko'rsatkichiga qaralish kerak. Mana bu yerda sizni xulosangiz bunaqa, apparatni xulosasi bo'yicha mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Shuni orasida bo'lishi kerak diapazonda deb ko'rsatishadi. O'shaning uchun 6,5 kimdir aytadiki 6,6, kimdir aytadiki 6,1 bo'lishi kerak. O'sha apparatlarga bog'liq. O'shaning uchun oldin ko'rib olish kerak. Qaysi reaktivda tekshirilyapti, qaysi apparatda tekshirilyapti va uni bir-biriga O'rtachasi qancha chiqadi? o'shaning uchun shu ko'rsatkichlar. O'shaning uchun shunga e'tibor berib qo'yilsa bo'ldi. Tushunarli. Hozir shunda diabet aniqlandi. Birinchi 30 kunda nima maslahat berasiz? Nima qilsin shu odam aniqlandi, chiqdi, natijasini oldi. Yuqorida diagnoz qo'ydik. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Birinchi shu inson eng asosiy stressga tushadi. 100% shokka tushadi. Shok. Men deydi diabet. umri tugadi shu odam. Endi bizani hozir podkastimizni ko'rgandan keyin aytadiki, menda deydi deydi, Hammasi bor. mana shu bo'lib qolishi mumkin ekan-ku. Stressda, bu katta stressda. Ertaga insult bo'lib qolsam. Agar deydi tepadan putyovka kelib qolsa deydi, ketamiz. Kelmasa-chi? Uzoq vaqt bo'lsa. Endi men og'ir qilib aytyapman. Boyagi insonlar pampersga o'tirib qolishga majbur. Uni xizmatini qilish kerakmi? Kimdir doim oldida ovora. Shunaqa oilalar bor, hali ham bor. O'sha insult bo'lib qolgan 15 yillab, 20 yillab qarashgan. Boyagi inson na yeyishini, na yutini olmaydi. Shunchalik daraja tushadi-da. Har xil anaqalarimiz bor, tabiiy nimalarimiz bor. Peshob kelishi bor, ich kelishi bor. Ichi qotib qolganlari bor. Aytadiki, 3 haftada bitta ich keladi, yotib qolganlar haftada bitta ich keladi. Endi agar shu inson shu holatga tushishini xohlasa, Yashasin. marhamat, yeyaversin bemalol. Oldingi hayoti bilan Yashayversin bemalol. Nima bo'pti? Yotar 1 yil, 2 yil, 5 yil pampersda. Kimdir qarab turar. Agar hech kim qaramasa nima bo'ladi? Shunaqa bir eshituvdimki, shunchalik bir odam bo'lgan ekan, yotib qolgandan boyagi trofika deydi, bizda teridagi qon aylanishi ham buzilib ketgan ekanki, boyagi inson shu yotgan joyida teridagi terilari yarilib chirib ketgan ekan. Yotgan joyida. Bu azob bo'lgan. Albatta. Tepadan putyovka yo'q, yo azobda yotibdi. Keyin bir kun baribir joni uzilgan insonlar. No, aytmoqchimanki, uzoq muddat yotgan. Endi agar shu insonimiz qandli diabetni bo'lib qolsa-yu, bo'lmasdan oldin olish imkoni bo'lsa-yu, agar e'tibor bermasa, turganini bilsin nima. Og'ir holatda bunaqa, balkim og'ir emas, bundaroq bo'lar. Endi kimda qanaqaligini bilmayman. Hozir yosh chopib yurgan insonlarni ertaga 70 yoshga borganda, 60 yoshga borganda, 50 yoshga borganda nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Hozir ham men o'zimiz baquvvatman chopib yuraveramiz-ku, ertaga qanaqa holatda bo'lishimizni Hech kim bilmaydi albatta. Shuning uchun agar birinchi marta aniqlanib qolgan bo'lsa, shokka tushish kerak emas. Chunki qandli diabet bilan insonlar даже Yevropa davlatlarida qandli diabetni kasallik o'rnida ham ko'rishmas ekan. Bu deydi, hayot tarzi-ku bu deydi. Shakaring qoningda oshibdi. Nima bo'libdi? Kim aybdorsa, o'zing aybdor. Noto'g'ri ovqatlangan. O'sha seni o'rgatib kelingan narsalarga rioya qilmading. Shifokor aytganini bajarmading. Yoki bo'lmasa, o'sha ma'lum o'zing sog'lig'ingga e'tibor bilan qaramading. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Rejim to'g'rilaymiz. Shifokorga birinchi borib, o'zimizga aniq bir rejalarni qo'yib olishimiz kerak. Bu mumkin emas, men buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. O'sha rejalarni hammasini qilib qo'ysak, ana undan keyin o'sha hayot tarzimiz ketaveradi. O'sha kolleksiyaga tushib olamiz. Mana shu joyda Nodir aka, xo'p, siz anaqa ovqatlanish rejimi bor-ku. Uyda endi ovqatni ayollar qilishadi-da. O'zi shifokor yozgan narsasini borish kerak edi. Bu studiyalar bor, foto studiya, boshqa dizaynerskiy. Kirib rasmini qo'yib qo'yish kerak. Xolodilnik xotiniga, ayoliga. Mana ovqatlar menga mumkin emas ekan. Bu ovqatlar mumkin ekan. Masalan,
kimlardir uyida ikkita qozon qaynaydi. Diabetlar uchun alohida qilishadi. Masalan, oddiy galib suvi qilsa, perlovka solib qilishadi. Shunaqa zo'r chiqadi, perlovkadan qilsa. O'zligisi mana guruchdan qovursa. Masalan, ikkita qozon qilib qo'yish mumkin. Bitta qozonda pishaveradi, lekin ikki xil masalliq bilanda. Mana bunday chiziladida, xolodilnik qo'yib qo'yish kerak. Chunki ayol kishi aytadi-yu, nima ovqat qilaydi deb so'raveradigan ayollar toifasi bor. U erkak kishining miyasida mingta narsa. Uni qilib muloqot qilay deydi. Bo'lmasa bilganingni qilgan desa, bo'lmasa ko'chadan pizza olib kelib qoling degan. Shunga o'xshab, birinchi o'sha 30 kunlikda haqiqatda eng katta oladigan odam shokka tushishi, udarga tushishi, stressga tushib qoladi. Bunaqa paytda odam endi Xudoning qadari ekan, shifoni Xudodan deb bilib, dardni ham Xudodan deb bilib yashab ketadi. Muammosi yo'q. Ozgina kichkina stressda bo'ladi. Chalg'isa, oshna og'ayni bilan uchrashadi, choyxona, poyxona qilib, sal ko'ngilni ochib, diabetiklar ko'p hozir yashab ketaveradi. Faqat parhezlarga amal qilish. Ikkinchisi parheziga amal qilsin, qat'iy. Zalga chiqaman deb yurgan bo'ladi o'sha odam o'zi. Hozir mana shu bolalardan ham so'rasak, hammasi chiqaman deb yuradi, lekin chiqmaydi. Kimdir abonentskiy OneFitlarga yilligini to'lab qo'yib chiqmay yurganlar ham ko'p ekan. O'sha niyatini endi amalga oshirsin. Arnold Schwarzenegger bodybuilding bo'yicha 8 karra olimpiya chempion bo'lgan, adashmasam 8 karra. Xullas, shu odam aytar ekanda, menda ham charchoq bo'ladi, yoqmaydi. Zalga kirib 1 soat tonna toshlarni ko'tarib tashlaydi ular 1 soat tanasini aniq qilish uchun. Lekin bitta qoida bor. Bugun chiqmasam men 2 kunga yutqizaman. Men chempionman. Men o'zimni tanamni zo'r anaqasiman, mutaxassisman deydi. Birinchi shunday turadi. Hech narsani bahona qilmaydi. O'rnidan turish qiyin-da, masalan, ishdan charchab keldimi, divaniga o'tirdimi, hammani o'zini uyda qanaqadir joy bo'ladi erkaklarning. Moslashib olgan. Pulti, unisi, kimdir yonboshda o'tiradi, kimdir bu yoqqa, hammani o'zini qanaqadir zonasi bo'ladi. Hamma uyda bor. O'sha zonaga o'tirdimi, o'tirmaydi. Shuna kirish kerak emas-da uyga. Bolalarga aytish kerak, olib tush sumkamni, chiqib ketish kerak. Uyga kirdim, qolib ketadi-da. Shu odatda o'g'irlash kerak. Zalga chiqsin-da, kerak emas unga katta toshlarni ko'tarish. Boshda yengilidan, anaqada yurish, begovoy doroshkada yoki lestitsada chiqish. Bitta trenerga 2 oy pulini to'lab bersa, hamma narsani o'rgatib qo'yadi. 3-chi oy o'zi trener kerak emas. Kerak emas, o'zi qilaveradi. Shunaqa, ha. Boshda kerak. Travma olib qo'yishi mumkin, noto'g'risidan tagiga qo'yishi mumkin. Harakat bilan shakarni ancha kamaytirish mumkin. O'zi tonusda yuradi. O'sha yerdagi muhitga tushgandan keyin odam bir hayotga boshqacharoq qarashni boshlaydi. Bu birinchisi, demak, parhezi, stressdan chiqib ketish, parhez, harakatni ko'paytirish. O'sha doktor yozayotgan nazarchalarni qilib turiladi, boshida kerak. Keyin sekin tabiiy yo'lga o'tib turilsa, masalan, o'sha maxsus preparatlar chiqib ketgan hozir juda ham ko'p. Qonning qand miqdori pasayishiga, insulinni ishlab chiqarishga yordam berishiga va hokazo. Hujayraga insulin rezistensiyani aniq qilish, sezuvchanlikni oshirish uchun doimiy ichib yurish kerak. Misol uchun omega 3 ichib yurish kerak, vitamin D ichib yurish kerak uzoq muddat. Hozir biologik faol qo'shimchalar ko'payib ketgan. Bularni sekin o'rganish kerak. Biz aytamizki, kasallikni dushman deb bilsangiz, dushmanni yengish uchun deyilgan, dushmanni yaxshilab o'rgangan deyishgan. To'g'ri? Dushmanni o'rgangan odam dushmanni tez yengadi. Bu ham shu, kasallikni yutmoqchi bo'lsa, uni o'rganib chiqish kerak. Men bitta kes aytib beraman, bitta akamiz bordilar. Ular madrasada dunyoviy fandan dars bergan ekanlar. Gapirib berganlarida yig'lab oladiganman deb o'zim ham ulardagi hissiyotni ichimdan o'tkazganman. Ukam deyaptilar. Madrasada oylikka ishlagan o'qituvchiman deyapti. Bir kun borsada diabet, aka 18 bo'lib ketibdi, sahrsiz deyishibdi. Bitta qog'oz oldi orqasi dori, parhez, uyga keldim deyaptilar. Qish mavsumi boshlanadigan payt ekanda, tualet kirib yig'ladim deyapti. Endi nima qildim? Ana qizimga etigini olib berishim kerak. Men bunga kurtkasini olishim kerak. Anini to'lovini qilishim kerak. Uni qilishim kerak. Ro'zg'or qilishim kerak. Oyligimni qat'iy yetkazaman. Kasalimni o'ziga yetmas ekan. Ro'zg'or nima bo'ladi endi? Stressda u erkak kishiga. Tualet kirib yig'ladim, keyin stressga tushib, oxiri Chorsudagi kitob do'konlar bor, qator. Cho'tga tushibdilar-da. Tabobatga shunaqa kirib ketganlar-da. Nima tabobat bo'yicha, diabet bo'yicha kitob bo'lsa, hammasi sotib oldim deyaptilar. Olib. Investitsiyadan unga qilganlar. Balansiga o'tmasam, o'qib, buni o'qidim, keyin bittasida xamir turish haqida bitta tabib yozgan ekan. Shu yerda grammini o'sha bilmabdilar-da, shuni qanaqa qilsam ekan. Telefon nomer qoldirgan ekan. Telefon qilib, "Mashitda shunaqa edim, men tuzata olmayapman o'zimni, shunga bir yordam qilsangiz, shuni ayta olmaysizmi?" desa, endi uni kelishingiz kerak.
Iltimos, menda hamma narsa tayyor. Faqat o'sha ichadigan dozani bilmayapman. Aytmabdi haligi odam. Yana stressmi? Endi Sobirjon otili uyda yuguraman, u yerda o'tlarni o'raman. Boshqa harakatimni ko'paytirishim kerak ekan. Choyni dori giyohlar. Unisini ichaman, bunisini ichaman, harakat qilaman, nima bo'lsa hammasini qilganman deydi. Biz bitta darsda ko'rishib qolganmiz edi ular bilan. Shu odam yengdilar. Diabetni yengganlardan keyin boyaga aytgan voqeam o'sha mahalladagi qo'shnisini davolagan odam. 152 sahrdan, insulindan tushirib chiqargan odam shu odam. Chunki o'zlari chiqqanda. Shu narsani nima bilan yengdilar mana? Bitta savolda nima bilan? Ilm bilan plus amal bilan. Hammada ilm bor. Hozir shunaqa zamonda ilmda Informatsiya ko'p. Informatsiya ko'p. hech narsa yo'q. Mashaqqat-da bu. Mashaqqat yugurayotganlarini gapiryaptilar. Quvvatim yo'q. Yiqilib tushaman. Stress bu yoqda. Tufut o'ynab ketib qoladi. Insulinni karusel bo'ladi-yu bir o'ynab. Tushunmayapman, nimadir noto'g'ri qilib qo'ydimmi, ana damlar men noto'g'ri ichirib qo'ydimmi? Ish qilib hammasini o'zlarining tanalaridan o'tkazib, nasvoy shukuri deymizmi? Shuna chiqqanlar. Bor. Endi ular haligi odamni ham davolashga yordam berganlar. Shu bizlarda ikkita живой пример bor lekin. Endi to'g'ri ular insulinga o'tirmaganda boshlanishida harakatni qilib chiqib ketdi. Chiqib ketsa bo'ladimi degan joyizda biz aytamizki, bizning ustoz aytishadi, hech qachon bemorga hatto unga Og'ir diagnoz qo'yilgan bo'lsa ham, umidini olib qo'ymaydi. Umidini olib qo'ymaydi, yaxshi bo'lib ketasiz. Xudo xolasa. Siz harakatini qilib, sabablarni qilib qo'ying. Men bilgan joyim shu yergacha. Endi ilmni mashincha beribdi menga nasibamni. Siz qidiring. Buni tuzalib ketganlar bor. Eshitgansiz mingta. Siz boring, uni umidini olib qo'yish kerak emas-da. Umidini olib qo'ygandan keyin u battar stressga tushib, yo'q kasallik paydo qilib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun birinchi oyda o'sha stressda. O'sha yerda, o'sha yerdan yaxshi o'tib olish kerak. Shuncha, mana to'g'ri aytdilar. Shuncha insonlar baribir kasalda. Qandli diabet bilan kasallanganlar millionlab. Hozirgi kunda uni asoratlari ham millionlab. Lekin agar boyagi aytganingizdek, agar stress bo'lmasa, boyagi hamma kitoblarni qandli diabet haqidagi butun ma'lumotlarni olib o'rganib chiqib, uni tabiiy yo'l bilan qanaqadir tuzatish imkonini harakatini qilib ko'rsa, yo bo'lmayotgan ekan, qanaqadir dorilarni ichishim kerak ekan degan bir xulosaga kelib sekin ichib yursa, men o'ylaymanki, juda uzoq umr ko'rgan insonlar ham bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat. Bugun juda mazmunli, kerakli ma'lumotlarni oldik. Mazmunli suhbat bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Nodir aka, Sobir aka. Xudo xolasa bizani ko'rib turgan podkastimiz ko'rib turgan tomoshabinlarimiz ham, bizani o'sha obunachilarimiz ham o'zligiga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni olishadi degan umiddamiz. Xudo xolasa bizani maqsadimiz shu aholimizga, aholimizga o'zbek tilida, to'g'ri bu boshqa chet elda ko'p ma'lumotlar ko'p, lekin o'zbek tilida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berish o'zi asosiy maqsadimiz. Foydalanishsa biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa agar kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'linglar, o'zingizlarning do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Kimdadir shunaqa muammolarga duch kelgan, lekin sababini, sababini va nima qilish kerakligini bilmay yurgan insonlar bo'lsa, yaqininglarda ularga jo'natib qo'yinglar. Hammanglarga rahmat. Nodir akam bilan bizni endi kuzatuvchilar bizani to'g'ri tushunishsin. Xuddi ota farzandini urishsa, uni yomon bo'lsin urishmaydi. Biz Nodir akamni o'sha patsientlar bilan, kasallari bilan gaplashishlari ozgina bir-birimizga o'xshashlik joyi bor ekanda. Shuning uchun biz sal qattiqroq gapirganimiz ularni yaxshilikka undash maqsadda. Birovni bir anaqa qilish, bir ko'ngliga tegish emas, to'g'rimi Nodir aka? O'shani to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Maqsad shu odamlar qandli diabet asoratlarsiz uzoq umr sog' salomat yashashini. Rahmat hammanglarga, joningiz sog' bo'lsin.